Assalomu alaykum hammaga. AI tool'lari haqida gaplashamiz. Hop, bugun o'zimga oxirgi payt yoqayotgan Mindtrip haqida gaplashamiz. Ya'ni bu travel agent desalar ham bo'ladi. Sayohat qilish yaxshi ko'radiganlar yoki bo'lmasa sayohatga chiqib ketayotganlar uchun butun boshli sayohatni planlashtirib beradi. Sun'iy intellekt yordamida. Hop, bundan qanday foydalansalar bo'ladi? Любой brauzerlardan telefon yoki kompyuter farqi yo'q. Kirasiz. Mindtrip deb yozasiz. Ya'ni Mindtrip AI deb yozadigan bo'lsangiz chiqib keladi. Birinchi kirganlaringda landing page'ga qo'nasizlar o'zini. Keyin bemalol Google yoki email orqali registratsiya qilsalar ham bo'ladi. Mana shu interfeysi bu nima qila oladi? Hozir ko'rsataman. Xo'p, любой sayohatga chiqmoqchisiz. Masalan, deylik, yozda 5 kunga Dubayga borib kelmoqchisiz. Budjetingizni ham qo'shsangiz bo'ladi, lekin hozir qo'shmay turamiz. I'm planning, любой tilda yozsangiz bo'ladi, sun'iy intellekt bo'lgani uchun, lekin inglizini tavsiya qilaman. I'm planning to travel to Dubai this summer. Yozda bormoqchiman deylik. This summer and I want to visit all the places that Dubai famous for. I want to taste street food mostly, and I'm planning for 5 days. 5 kunga deylik. Ingliz tilim uchun kechirasizlar. Hop, bosadigan bo'lsam, qarang. Sayohatni planlashtirishni boshlaydi. Mana sayohatimiz hozir bitta ham joyi yo'q tripda. Endi hozir o'zi ko'rsatadi. Albatta ozgina vaqt olishi mumkin. Sabr kutamiz. Mana ko'rib turganlaringni o'zgartirdi. Mana joyni Dubayga o'zgartirib, 1-dan 5-gacha 5 kunni hisoblab, mana o'sha joylarni ham o'zi ko'rsatyapti. Mana Burj Khalifa, Dubai Mall mana qo'shib ketyapti. Kiradigan bo'lsalaring, mana qo'shib o'zi sayohatni planlashtirib chiqyapti. Mana bemalol kirib ko'rishlaring mumkin. Mana masalan Dubai masalan Burj Khalifani kiritdi. Burj Khalifani kiritadigan bo'lsangiz, qanaqa joyligini, revyularni, qachon ochiq bo'lishini, hammasini ma'lumotlarini bemalol ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Endi sayohatda umumiy ma'lumotini mana bu yerda ko'rsatadi mana. Bemalol ko'rishlaring mumkin mana. Yozyapti mana. 9:00 da bu joyga borasiz, mana 12:00 gacha aylanasiz, 12:00 da boshqa joyga borasiz, mana hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Agar bu narsalardan qaysidir biri yoqmaydigan bo'lsa, bemalol o'zgartirib, almashtirishingiz mumkin. Agar nimadir haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, saytiga kirasizlar yoki bo'lmasa ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana ma'lumotlarni berib o'tadi mana. Veb-saytlari nechta odamga zakaz qilingani, agar zakaz qilish mumkin bo'lgan joylar bo'lsa, bemalol book degan yozuv chiqadi, bemalol kirib zakaz qilishlaring mumkin, mana bu yerda chiqaradi. Kalendar orqali nimalarni planlashtirganliklaringni ko'rsalaring bo'ladi. Albatta, bu sun'iy intellekt ba'zi joylarda xato qilishi mumkin. Shuning uchun bir qator tekshirib qo'yasizlar. Xo'p, mana ikkita sayohatchiga qildi, byudjet hali belgilamadi. Agar byudjetim kamroq deb yozadigan bo'lsalaring, o'shunga ham mos edi. Ya'ni byudjeti kamroq restoranlar yoki bo'lmasa boshqa joylarda ham bemalol belgilab ketadi. Shunaqa hammasini planlashtiradi. Qisqacha shu, boshqa joylari ham bor, ya'ni sayohat joylari, masalan, inspiration olsalaring bo'ladi, qaysi joyga borish mumkinligi haqida. Shunaqa. Mana sayohatga qaysi joylarga borish mumkin, masalan, yoki bo'lmasa mana kimdirlar masalan joylarni, sayohatlarni o'zini joyidagi sayohat joylarini belgilab qo'ygan bo'lsa, bemalol ulardan tomosha qilib, o'zlaringga plan olsalaring bo'ladi yoki yangi chat hosil qilib, bemalol ko'rib, belgilab sayohatlarni planlashtirsalar bo'ladi. Bu haqida qisqacha shu. Agar keyinroq yana ham ko'proq ma'lumotlar ulash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, yana video qilaman bu haqida. Rahmat tomosha qilganlaring uchun.